qor uchquni hech qaysini shakli, surati, risumkasi bir-biriga o'xshamas ekan. Birodarlar, bir siqim qorning ichida qancha qoidor uchquni bor. Subhanalloh deyishlikdan boshqa choramiz qolmaydi. Agar tafakkur qilsak, fikr yuritadigan bo'lsak. Hozir yer yuzida 6 milliarddan ko'proq odam bor. Birontasi bir-biriga o'xshamaydi. Mana shu narsani o'zi ham insonni Allohning huzurida karomati borligini dalili. Har bitta odam o'zgacha. Yuzini tuzilishi, ko'zi, qulog'i, burni, ovozi, hidi, vaholanki fiziologiyasi bir xil. Oyog'i, ichki tuzilishi, yaralishi, fiziologiyasi bir xil, shu vaqtning o'zida bir-biriga umuman o'xshamaydi. Bironta odamning ko'zini setchatkasi boshqa bir odamga o'xshamaydi. O'shuning uchun hozirgi kundagi eng zamonaviy quluplarga mana shu ko'zni setchatkasini o'qilgan lazerlarni qo'yib qo'ygan. Ko'zini tutadi, lazer o'tadi, ochiladi.